Assalomu alaykum hurmatli ko'rmanlar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Bugun 2023-yil 8-oyning 8-kuni seshanba. Oldi bilan diqqatli xabarlarimizning asosiy mazmunlari bo'lsin. Amerika yana ikki Xitoy shirkatiga import cheklamasi qo'ydi. Xitoy bilan Arab Birlashma Xalifaligi Sharqiy Turkistonda birlashma havo manevri o'tkazmoqchi. Beyjingdagi qattiq kelkunda o'lganlar davomli ko'paymoqda. Amerika şirketlerining Xitoydan mal import qilish miqdori tövəlledi. Tövəndeki xabarlarımızdan təfsili məzmunları olsun. Sehil Tor'un 1 Ağustos'daki xəbəri görə Amerika Xitoydakı yana iki şirketni Uyg'urlarning majburiy əmgakka chetishlik ekanligi sababli import cheklamasi tizimiga kirgizgan bo'lib, Amerika Davlat bexatarlik ministerligi shu kuni mashina batareyasi ishlab chiqaradigan To'ygu guruhi paychaklik shirkati bilan Tamxur ishlab chiqaradigan Qinguang biotexnika shirkatidan iborat ikki Xitoy shirkatining majburiy emgakdan foydalanganligi uchun Amerikaga mahsulot eksport qilinmaydiganligini e'lon qilgan. Amerika Davlat bexatarlik ministerligining bildirishicha, bu harakat mazkur ministerlikning Xitoyni Sharq Turkistondagi Uyg'urlarga qaratgan davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sababidan javobgarlik tortish urinishining bir qismi ekan. Amerika Davlat bexatarlik ministerligining ministri Alejandro Mayorkas bayonotida mundaq degan: Bugungi ijroat harakati Biden Harris hukumatining tashkilotlarning kishilik huquq tafsirchiligi va majburiy emgak bilan shug'ullanish jihatdagi mas'uliyatini surishtirish irodasini namoyon qildi. Biz barliq sheriklarimiz bilan davomli hamkorlashib, Sharq Turkistonda majburiy emgak bilan ishlab chiqarilgan tovarlarning Amerika bozoriga kirishining oldini olish bilan bir vaqtda qonunliq sodini texnik rivojlantiramiz. Amerika hukumati 2021-yil ma'qullangan Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuniga asosan hozirgacha Xitoydagi 24 shirkatga majburiy emgak sababli jazo yurgizgan. Tor'ning 1 Ağustos'daki xabarga ko'ra, Xitoy bilan Arab Birlashma Xalifaligi tunji qatim Sharq Turkistonda birlashma havo manevri o'tkazmoqchi ekan. Shunqar qalqinda bisim qo'yilgan bu birlashma manevr mushu oyning oxirida berildi ekan. Bu vaqtda Xitoy Davlat Mudofaa Ministerligining bayonotida mundaq deyilgan: Bu Xitoy bilan Arab Birlashma Xalifaligi o'rtasidagi tunji birlashma havo armiyasi mashqi bo'lib, bu ikki armiya o'rtasidagi amaliy almashtirish va hamkorlikni cho'nqurlashtirishni hamda o'zaro tushunish va ishonchni oshirishni maqsad qilgan. Qizqarliq yer shuki, Arab Birlashma Xalifaligi Xitoyning kuchandisi bo'lmish Amerikaning muhim ittifoqdoshi bo'lib, u Amerikaning o'tir sharqdagi qo'shinlari, aeroplanlari va dengiz paraxodlarini muhim qo'llash bilan ta'minlaydi. Arab Birlashma Xalifaligidagi Abu Zabi shahrining sirtidagi Al-Zafra havo armiya bazasida 5000 Amerika askari bor. Bultur 12-oyda Xitoy prezidenti Xi Jinping tunji navbatlik Xitoy Arab allari boshliqlar yig'inida nutq so'zlagan bo'lib, u yig'inga Arab allari ittifoqiga a'zo 21 davlat qatnashgan. Yig'in ishtirokchilari ikki davlat armiyasi o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirishda o'rtaq fikr hosil qilgan edi. Xitoy bilan Arab Birlashma Xalifaligining harbiy munosabati bir mezgildan buyon izchil kuchayib kelmoqda. Arab Birlashma Xalifaligi Xitoy yasagan Yilong 1 va Yilong 2 tipli odamsiz ushqu qatorliq qurollarni ishlatib. Buningdan boshqa Xitoy Kompartiyasining zuvoni bo'lmish Yer shari vaqt gezitining bildirishicha, 2023-yil 2-oyda Xitoy Arab Birlashma Xalifaligi bilan Il-15 tipli ilg'or mashq aeroplanini eksport qilish to'g'risida kelishim hosil qilganligini e'lon qilgan. Qo'g'dag'uchi Tor'ning 2 Ağustos'daki xabariga ko'ra, Beyjingda 140 yildan buyongi eng qattiq yomg'ir yoqqanligi sababli og'ir kelkin yuz berib, o't o'chiruvchilar atalmish qahramonlarga qurbon bo'lmoqda ekan. Xitoy hukumati kelkin suyida qapsalib qolgan kishilarni qutuldirish jarayonida o'lgan Fingjin ismli o't o'chiruvchiga inqilobiy qurbon deb nom bergan. Beyjingning Xaydian rayonidagi o't o'chiruvchi Fingjin 31-yil maktab binosiga qapsalib qolgan 3 odamni qutuldirmoqchi bo'lganda kelkin suyida eqib ketgan. Xitoy davlat taratqullarining xabar qaraganda maktab binosidagi kishilar bexatar qutulgan bo'lsa-mu, ammo Fingjin qutqizish uning bermay o'lib ketgan. Egilishicha Fingjin Beyjingda yoqqan 140 yildan buyongi eng qattiq yomg'irda qazo qilgan 20 kishining biri ekan. Bu qitimliq yomg'irda bu qadar og'ir talafot ko'rilishida yomg'irning haqiqatan intayin qattiq yoqqanligidan sirt, Beyjing shahridagi Avraz yo'li sistemasining ziyoda qaloqligiga muhim sabab bo'lib, Xitoy doiralari o'z taraqqiyotini pesh qilish uchun yer ustida osmon palak binolarni selish kuchab, yer ostidagi Avraz yo'li sistemasiga kuch sarf qilmaganligi sababli tanqidlanmoqda. Washington Post Tor'ning 6 Ağustos'daki xabariga ko'ra, Amerika Xitoy orasidagi jiddiylikning davomlashishiga ergishib, Amerika shirkatlarining Xitoydan mal sotib olishi azaygan. Gerçi Amerika va Xitoy amaldorlari ikki davlat o'rtasidagi jiddiylikni pasaytirishga urinayotgan bo'lsa-mu, Amerika shirkatlari Xitoydagi ta'minlovchilarga tayinli salmoqni tövəldishga urinmoqda ekan.
Amerika tekshirish idorasining sonliq ma'lumotiga ko'ra, bu yilning oldingi 5 oyida Amerika Xitoydan import qilgan mahsulotlarning miqdori bulturning o'xshash mazgildagidan 24% tuvalgan. Legoga o'xshash ba'zi shirkatlar Amerika iste'molchilarini ta'minlash liniyasini qaytadan shakllantirayotgan bo'lib, bu ham Amerika Xitoy orasidagi so'rkilishning xatardan saqlanishni, ham mahsulotlarni iste'molchilarga texnik yaqin joyda ishlab chiqarishni maqsad qilgan uzun muddatli strategiyaning bir qismi ekan. Navbatda Xitoyning yer sharining yasamachilik o'rni 20 yil ilgari dunyo savdo sistemasiga kirgandan buyanqi eng og'ir xirasga duch kelayotgan bo'lib, Meksika, Vyetnam va Tayland garchi Xitoyninkidek ko'lam va dunyoda oldingi qatorda turadigan ul muassasalarga ega bo'lmasa-mu, yanada Xitoyning hukmronlik o'rnini tavratmoqda ekan. London Oxford iqtisodshunoslik tadqiqot yurtining bosh iqtisodshunosi Adam Silit bu haqda mundaq degan: Amerika Xitoy hukumatlari o'rtasidagi texnik qattiq dushmanlashish, qarshilish tutumi xususiy gavdalarning qaror chiqarishiga ta'sir ko'rsatishga boshladi. Chunki bu xil surkilishlar xavf mo'lcharini o'zgartiribdi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.